Do'stlar, demak biz mana ish qidirish qismidamiz. Bu qismni hozir tushuntirib beraman. Avvalo mana bu konnektlaringizga e'tibor qarating. Raqam esingizda tursin va shunga konnektlaringizga qarab ishga ariza yuboring. Konnektlarni behudaga sarflab tashlamang. Xo'p, jobs you might like. Bu yerda ishlar berilgan, balki siz yoqtirarsiz degan. Xo'p, best matchesga kiradigan bo'lsak, bu yerda eng zo'r ishlar va qimmat ishlar asosan chiqadi. Xo'p, ya'ni qimmat deganda qanaqa? Bu yerda $15, lekin mana bu klient juda ham ishonchli. Anchadan beri kuchli tarixga ega. Ya'ni mana payment verified, to'lovni qilishi уже Upwork tomonidan tasdiqlangan, ro'yxatga olingan va $20,000 dan oshiq Upworkda pul jo'natgan, pul tashlab bergan, pul sarflagan Avstraliya lokatsiyasida. Most recentga bosadigan bo'lsangiz, bu eng oxirgi ishlar. Bu yerda eng oxirgi post qilingan, mana 8 minut oldin post qilingan. Ishni o'qib chiqishingiz kerak. Xo'p, bizda mana boyagi ishga o'tadigan bo'lsak, mana intro for video. Xo'p, mana bu yerda chiqyapti. Xo'p, salom. I'm looking for someone who can create high quality into video YouTube. Men YouTube'ga video qila oladigan, yuqori sifatli video qila oladigan odamni qidiryapman deyapti. Va bu yerda fixed price, ya'ni bitta videosiga $15. I'm willing to pay higher than rates. Agar ekspertlar bo'ladigan bo'lsa, bundan ham ko'proq pul to'lashga tayyorman deyapti. Xo'p, mana bu yerda ma'lumotlari send a proposal for. Mana bu yerda 8 connect. Agar siz mana bu ishga ariza yuboradigan bo'lsangiz, mana bu apply now'ni bosib, ishga ariza, salom, men seni ishingni ko'rib chiqdim, yoqtirdim va ishlamoqchiman deb yozadigan bo'lsangiz, mana bu 8 connect sizdan oladi va menda agar bunga apply qilsam 40 connect menda qoladi. Agar bu mana bu videoni ko'rib chiqib, o'sha siz montaj qila oladigan bo'lsangiz, ko'rib chiqishingiz mumkin. Keling, boshqa videoni, boshqa ish e'lonlarini ham ko'rib chiqamiz. Hop, $25. Mana bu mijozni ham $9,000 sarflagan. Mana bu yerda $0 sarflagan. Mana hali payment unverified, hali to'liqligicha ro'yxatdan o'tmagan. Posted 53 seconds ago. 53 soniya oldin post qilingan. Ya'ni, xo'p, mana bu yerda agar siz bu e'longa ariza yuboradigan bo'lsangiz, 6 connect, ya'ni boyagi 8 connect edi. Bu 6 connect nimaga tushyapti? Chunki bu hali Upworkda yangi. Xo'p. Mana bu yerda mana Upwork member since April 28, 2025. 28-apreldan beri 2025-yil 28-aprelda bu Upworkga ro'yxatdan o'tib qo'shilgan. Telefon nomerini verifikatsiyadan o'tkazgan, lekin to'lov tizimini hali ham verifikatsiyadan o'tkazmagan. Bunday mijozlar odatda yangi freelancerlar tomonidan ariza yuborilishi kerak bo'ladi. Va sababi nimaga? Chunki bu connectlaringizni anchagina tejaydi. Bu mijoz agar haqiqatdan ham mana bu yerlarni o'qib chiqasiz, sizga mos e'lon bo'ladigan bo'lsa, yuboradigan bo'lsangiz, sizni qabul qiladi katta ehtimol bilan. Chunki bu hali Upworkda yangi va siz ham yangi bo'ladigan bo'lsangiz, bir-birlarini tillarini topish anchagina oson bo'ladi. Shunday ekan, xo'p, yana boshqa e'lonni ko'rib chiqamiz. Mana bu $100 oshiq sarflabdi Upworkda. Xo'p, 3 minut oldin post joylabdi. Hello, need someone since my audio and video files due date is today.
It's just a few seconds, around 40 seconds total. Maksimalni 40 soniya bo'lgan o'zimni video va audio fayllarimni montaj qilib beradigan odam qidiryapman deyapti. $20 beraman deyapti. Xo'p. Keyin men bu yerga kiradigan bo'lsak, mana 8 ta connect kerak bo'lar ekan va bu yerda total $150 sarflagan. 32 ta job post qilgan, 32 ta ishga olaman degan post qilgan. Mana bu joy qismini ko'rish ham esingizdan chiqmasin. Chunki qancha ko'p post qilib, shuncha ko'p mana bu higher rate degani bor. Buni foizi katta bo'ladigan bo'lsa, siz mana bu connectlar kerak bo'ladigan connectlar raqami pastroq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 8, 6, 7 atrofida bo'ladigan bo'lsa, tashlasangiz bo'ladi. Lekin bu yerda 20% deyapti. Bu juda ham past. Va shunday ekan, bunday e'longa ariza yuborish kerak emas. Connectlaringiz behuda ketadi. Garchi mana bu payment verified galochka turgan bo'lsa ham. Birin-ketin yaxshi informatsiyalar chiqib kelyapti sizlarga berishim uchun. UGC Creator. Xo'p, 18 mingta oldin qilingan. Need UGC video for attached USA. Need 4K quality with attached mic. Which will provide good sound quality. Xo'p, UGC video creator qidirilyapti. Bitta videoga, proyektga $50. Intermediate, ya'ni agar o'rtacha darajadagi o'sha $200-300 ishlab topib qo'ygan bo'lsangiz, bunga yuborsangiz qabul qilishi mumkin. Va mana connectlar soni 7 ta talab qilinyapti. Xo'p, Ozarbayjon, payment, nomer hammasi galochka turibdi, verified qilingan. Ikkita job post qilingan, 50% higher rate, ya'ni 50%, 50 ga 50 sizni ishga yo'llashi mumkin. 14-maydan buyon Upworkga qo'shilgan shu yili. Xo'p, demak, mana shunday ishlarga siz ariza tashlashingiz mumkin, ammo esingizdan chiqarmang, boshlang'ich holatda mana bu yerda price'ida mana bu yerda expert levelini so'raganda va bu yerda $1000, $300, $400, $500 gacha pul taklif qilib turganda siz pulga uchib connectlaringizni sarflab yubormang agar Upworkda boshlovchi bo'lsangiz. Chunki boshlovchilarga faqatgina mayda puldan boshlagan yaxshi. Sababi katta pullik ishlarni olib, uni eplolmasdan sizda hali tajriba yo'q bo'lishi mumkin. Uni sen sola men sola qilib yaxshi eplab bera olmasangiz, sizga mijoz bitta negativ yozadigan bo'lsa, Upworkdan o'chirib yubora olmaysiz va boshqa odamlar siz o'sha kommentni ko'rib sizga ish berishdan qochib ketadi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Albatta foydali informatsiyalar olgan bo'lsalaring, like bosib, kommentariya yozib, shunaqangi bir sifatli ma'lumotlarga boy videolarni qo'llab turasizlar degan umiddaman. Albatta podpiska bosib qo'yinglar. Podpiska bosmasdan ko'ravermanglar. Biz ham motivatsiya olaylik, sizlarni podpiska bosib, shu kommentariya yozib, yaxshi fikrlarni bildirishinglardan. Kattakon rahmat hammaga. Like albatta bosilsin. Rahmat.